qo'l sohasida bajariladigan jarrohlik amaliyotlari amputatsiya va egzoartikulatsiya qanday bosqichda algoritmda olib boriladi, shu haqida yoritishga harakat qilaman shu mavzuni. Xo'p, eng avvalo amputatsiya tushunchasi. Amputatsiya bu qo'l yoki oyoqni suyak sathida kesib olib tashlash jarayoni ma'lum bir qismini. Xo'sh, egzoartikulatsiya bo'lsa bu bo'g'im sathida qo'l yoki oyoqni ma'lum bir qismini olib tashlash hisoblanadi. Xo'sh, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ma'lum bir qismi, aytaylik qo'lni falangasidan yokida kaft sohasidan, u bilak bo'lishi mumkin, ya'ni yelka sohasi bo'lishi mumkin. Mana shu qismidan suyak sathida olib tashlansa, a'zo suyak qismidan, bunda amputatsiya bo'ladi. Agar bo'g'im yuzasidan, ya'ni artikulatsiya sohasidan olib tashlansa, bu egzoartikulatsiya hisoblanadi. Bu eng oxirgi bosqichda qilinadi. Agar insonni hayotiga juda ham yashovchanligiga zararli ta'sir ko'rsatib, uni o'limiga sabab bo'luvchi jarayongina bo'lsa, aytaylik gangrenoz, anaerob infeksiya, mana shu yerda o'sma bo'lsa, tarqalib ketadigan, metastaz beradigan yokida organizmni zaharlanib, uni o'lishiga sabab bo'ladigan jarayongina kechayotgan bo'lsagina amputatsiya o'tkaziladi. Yokida u tug'ma defekt bilan tug'ilgan bo'lishi mumkin. Inson ixtiyoriga ham bog'liq ravishda bu jarayonlar o'tkaziladi. Ya'ni ortiqcha barmoqli bo'lishi mumkin, polidaktiliya yoki yaroqsiz holdagi travmadan keyin juda ham ko'p fiksatsiyalanib ketgan, fiksatsiyalanib tiklangan, lekin harakati past, deyarli uni ishlatishdan foyda yo'q bo'lsa, bemorning ixtiyori bilan ham amputatsiya yoki egzoartikulatsiyani o'tkazish mumkin. Ya'ni ixtiyoriy ravishda hamda majburiy ravishda shifokor tomonidan belgilab berilishi mumkin bu jarayonlar. Xo'sh. Eng avvalo amputatsiyada turlari mavjud. Qanday turlar desak, birlamchi amputatsiyalar, ikkilamchi, kech amputatsiya hamda qaytar reamputatsiya turlari mavjud. Birlamchi amputatsiyalar. Bu birlamchi amputatsiya shikastlangandan keyin bemor yokida shikastlanmagan bo'lsa ham, aytaylik tabiiy defekti bor u odamni murojaat qilib kelyapti, ixtiyoriy ravishda ishlamaydi, qo'l umuman yoki oyoq qismi ixtiyoriy ravishda, xullas 24 soat ichida agar amputatsiya qilinsa yoki bu birlamchi hisoblanadi. Ya'ni birlamchi murojaat qilgandan boshlab 24 soat ichida yokida shikastlangandan zahoti o'tkazilsa, olib tashlansa suyak sathida qismi, qo'l yoki oyoqning qismi, bunda birlamchi amputatsiya hisoblanadi bu. Xo'p, ikkilamchi amputatsiyalar bo'lsa, endi insonning hayotiga juda ham xavfli tug'dirmaydi, zarar yetkazmaydi. 7-8 kun ichida qilinsa, bular ikkilamchi amputatsiya bo'ladi. Ya'ni anaerob infeksiyaga qachon sabab bo'lsa yokida organizmga tarqab ketadigan gangrenoz asosan shu holatga keltirsagina keyin qilinadi. Qilinmasligi ham mumkin ikkilamchi amputatsiyalar. Ya'ni qachonki o'limiga sabab bo'lgandagina qilinadi ikkilamchi amputatsiyada. 7-8 kungacha bo'lgan muddatda qilinsa, bular ikkilamchi amputatsiya hisoblanadi. Kech amputatsiyalar. Kech amputatsiyada endi aytaylik organlarni amiloidiyoziga sabab bo'lsa, davolanmaydigan osteomiyelit hamda fiksatsiyalanib, operatsiyadan keyin ko'p marta fiksatsiyalangan bo'lsa, qo'l, unda kech amputatsiyalar o'tkaziladi. Ya'ni orqaga surishi mumkin bemor. Uni chunki o'lib qolmaydi, agar shu jarrohlik amaliyotini qilmasak ham yashashi mumkin. Shuning uchun kech tarzda qilinadi, muddati belgilanadi kelishilgan holda. Xo'p, reamputatsiyalar, ya'ni qayta amputatsiya qilingan sohada qolgan izi cho'ltoq deyiladi. Shuni bilishimiz lozim, cho'ltoq o'zbek tilida. Xo'p, mana shu cho'ltoq endi infeksiyalansa, yana qaytib nekrozga uchrasa, gangrenozga uchrasa yokida aytaylik noto'g'ri amputatsiya qilingan, un defekt qolgan bo'lsa, qaytadan yana o'z qismi, periferik qismi cho'ltoqni kesilishiga to'g'ri kelishi mumkin. Mana shunda reamputatsiyalar o'tkaziladi. Xo'p.
Bu turlari demak birlamchi, ikkilamchi, kech hamda qayta reamputatsiyalarga bo'linadi. Endi kesishni bilishimiz kerak eng avvalo, hamda asboblarni bilishimiz kerak amputatsiyada va egzoartikulatsiyada. Kesish qanday bo'lishi mumkin? Avvalo raketka shaklida kesish mumkin, hamda manjetka shaklida, yoki ko'ndalang mana deyiladi bu silindrsimon kesish mumkin, hamda yana laxtak parchali usulda. Asosiy 5 ta kesish usuli bor, ya'ni sirkulyar ko'ndalang tarzda, manjetkasimon, raketkasimon, laxtakli va ellips shaklida kesish mumkin. Xo'sh, shu shakllarda kesiladi. Bu kesish uslubi. Endi bu kesish uchun bizga asboblar kerak. Asosiy kerak bo'ladigan asboblar bu hisoblanadi. Eng avval skalpel, ya'ni amputatsion skalpel yoki pichoq deyiladi. Retraktor kerak. Retraktor bu yumshoq to'qimalarni ushlab turish uchun ochiladi, keyin kattaroq xuddi aylana mana bunga o'xshaydi. Xo'sh, likopga o'xshaydi desa ham bo'ladi, yumshoq to'qimani chegaralab turish uchun. Xo'sh, retraktor kerak bo'ladi. Keyin farabevni suyak ushlagichi kerak bo'ladi, farabev asbobi. Undan keyin farabevni to'g'ri hamda qayrilgan respiratorlari kerak bo'ladi, hamda Guyalskiy qo'shiqchasi lozim, qisqichlar kerak bo'ladi. Asosan jarrohlik amaliyotini bajarish uchun lozim ushbu tibbiy asboblar. Kesish uchun suyakni arra ham kerak. Arra yo'ysimon arra bo'lishi mumkin, hammamiz ko'rgan, hamda Jiglining simli arrasi bo'ladi, ushlagichi bo'ladi, sim bo'ladi o'rtasida. Mana shunaqa asboblar kerak bo'ladi. Xo'sh, jarrohlik amaliyotini boshlash uchun ikkalasida ham amputatsiya yoki egzoartikulatsiyada eng avval og'riqsizlantirish, ya'ni anesteziya muhim. Anesteziya bemorning holatiga qarab tanlanadi. Odatda umumiy narkozdan foydalaniladi, lekin birlamchi amputatsiyalarda mumkin Vishnevskiy usuli bo'yicha infiltratsion mahalliy og'riqsizlantirish usuli ham qo'llanishi mumkin, lekin odatda umumiy narkoz qo'llagan ma'qul amputatsiyada. Xo'sh, anesteziyadan keyin endi operativ kirish, operativ uslub, undan keyin chiqish bosqichlari. Xo'p, operativ kirish eng avvalo turini tanlab olishimiz kerak amputatsiyani. Aytaylik, yelkani yuqoriga 3dan 1 qismidan amputatsiya, bilakni yuqoriga 3dan 1 sohasida, pastki 3dan 1 sohasida amputatsiya, yo'qida barmoq falanglarida amputatsiyalar va egzoartikulatsiyalar qanday qilinadi endi? Misolda ko'ramiz. Xo'p, yelkani yuqoriga 3dan 1 qismidan amputatsiya qilishimiz uchun anesteziyadan keyin endi eng avvalo bizga kerak bo'ladi skalpel. Skalpel bilan nima qilamiz? Teri osti yo'q kletchatkasi, yuza xususiy fatsiyani ochib, muskullardan laxtak hosil qilib olamiz. Laxtak nima desak, avvalo laxtak shaklida qirqib, ya'ni 5-6 santimetrga teri osilib turishi kerak, ajratib olinadi. Ya'ni muskul, teri osti yo'q kletchatkasi fatsiyasi, teri mushakli laxtak deyiladi bu. Ya'ni osilib turishi kerak, qayta tikiladi u. Ya'ni mana shunaqa shaklda desak ham bo'ladi. Shu shaklda demak nima qilinadi? Aynan mana shu shaklda deb olaylik. Laxtak qilib olinadi, osilib turishi kerak, teri muskullar, teri muskulli laxtak. Undan keyin avvalo venalar topiladi. Vena sefalika, bosh vena ketkut bilan tikib qo'yiladi qonni to'xtatish uchun. Undan keyin nima qilamiz? Avvalo aksilar vena, braxial arteriya vena brachialis, undan tashqari o'mrovosti venasi olinadi, tikib qo'yiladi. Bu tomirlar topilib, arteriya venalar tikib qo'yiladi ketkut bilan, hamda paylar qirqiladi. Katta musculus pectoralis majorni, pay latissimus dorsini, demak paylari qirqib olinadi hamda muskulga tikib qo'yiladi. Endi
ajratiladi. Ya'ni suyakni endi Farabevni asbobi bilan qiramiz, suyak usti pardasini qirib, undan keyin arralanadi suyak 0,5-0,3 santimetr yuqoriroqdan ayralanadi. Umuman olganda deltasimon so'xadan mana shu teri muskulli laxtak qilib olinadi. Ya'ni shu shaklda laxtak qilib olingandan keyin venalar tikiladi, arteriyalar tikib qo'yiladi, ajralib, teri muskulli laxtak tayyorlab qo'yganmiz va nervlar yuqoriroqdan kesilishi kerak. Sababi bu yerda ko'p nervlar bor, aynan nervus medianus, qolaversa musculus cutaneus nervlar, muskul teriga boradigan ulnar, radial nervlar, yelka amputatsiyasida ko'p nerv bor. Ularni yuqoriroqdan 5-8 santimetr yuqoriroqdan kesiladi og'riq bo'lmasligi uchun va albatta hammasi antiseptik, aseptikaga amal qilish kerak. Bu shunchaki algoritmni tushuntiryapman xo'mak tarzda qo'ldan kelgancha. Undan keyin qirqilgandan keyin suyakni silliqlash kerak. Osteositlar aynan keyinchalik osteofitlarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni patologiyaga o'tib kelishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab silliqlanadi arralangan so'xa. Arrani ishlatishi endi jarrohga bog'liq. Aynan Jiglini tishli arrasini qo'llash ma'qulroq yokida yo'lsimon arra. Xullas, keyin laxtak mana shu o'silib turganda endi mana shunday deb bo'lsak, endi yopamiz, mana shunday qilib tikamiz keyin mana shu laxtakni, ya'ni cho'ltoq hosil qilish kerak. Cho'ltoq tikiladi shunaqasiga. Ya'ni avval cho'ltoqni tikishdan oldin muskullarni tikamiz. Muskul, unga qo'shib vena, arteriyalarni, nervlarni muskulga tikib, yaxlitlab, keyin laxtak qilib olgandek yopib tikib chiqamiz. Aynan ketgul so'riladigan iplar bilan tikilgani ma'qul bu yerda. Shunday qilib olib tashlandi. Chunki bu soha zararli soha yoki defekti bo'lgan, ishlatilmaydigan soha bo'lgani uchun yelka sohasini amputatsiyasi amalga oshiriladi yuqoriga 3/1 qismda. Xo'p, algoritmni yana bir takrorlab oladigan bo'lsak, deltasimon sohadan kesdik, teri osti yoki kletchatkasi, yuza xususiy fatsiyani laxtak hosil qilib oldik, teri muskulli laxtak. Undan keyin venalarni tikib qo'ydik, arteriyani tikib qo'ydik, nervni yuqoriroqdan kesdik va silliqlandi. Aynan arralangandan keyin Jiglini tishli arasida, simli arasida arralagandan keyin, demak, Farabev asbobi bilan suyak usti pardasi olib tashlanib, yaxshilab silliqlandi osteositlar, osteofit hosil qilmasligi uchun, hamda o'chishilgan laxtagimizni tikib qo'ydik ketgut bilan. Mana shu bilan demak yelkani yuqoriga 3/1 qismini amputatsiyasi amalga oshiriladi. Xo'p, bilakni yuqoriga 3/1 sohasini, yuqoriga 3/1 sohasini amputatsiyasi. Bunda ham narkozdan keyin endi teri osti yoki kletchatkasi hamda muskulli, bunda ham laxtak hosil qilish kerak qaysi sohadan. Avvalo oldingi medial sohadan hamda orqa lateral sohadan, tanadan uzoqda orqa lateral va oldingi medial sohadan, umuman olganda shunday qilib oldingi medial, orqa lateral sohadan laxtak hosil qilib olinadi. Undan keyin muskullari, bilakni muskullari old lateral, bilakni, tirsakni muskullari ajratiladi. Arteriya, nervlari topilib, qirqilib, yopib qo'yiladi, birma-bir ochib, hamda nervlar qirqiladi yuqoriroqdan. Xuddi shunday bilak hamda tirsak suyaklari arralanadi, silliqlanadi uningcha hamda tikiladi soha. Qisqacha shu. Undan keyin pastki 3/1 qismida amputatsiya qilish. Bunda endi pastdan 3/1 qismini amputatsiyasi endi bilakni manjetka shaklida kesamiz skalpel bilan. Manjetkani eslaydigan bo'lsak, ya'ni termometrni manjetkasiga o'xshab shunaqa shaklda kesiladi skalpel bilan.
ya'ni uni eni 2 santimetrdan kam bo'lmasligi kerak. Odatda 3 santimetr bo'lgani yaxshiroq. Shu manjetka shaklda teri qo'ldiri muskullari bilan kesiladi. Teri ostiyoq kletchatkasi fatsiyasi ajratiladi. Undan keyin o'raliq nervi hamda qo'lga boradigan nervlar, ya'ni umuman olganda nervus ulnaris, medianus, radialis, shularning hammasi ham yuqoriroqda kesiladi. Bular ham xuddi shu jarayon. Va refraktor bilan retraktor, umuman olganda retraktor hamma sohada ishlatiladi. Mana shu laxtak hosil qilgandan keyin umuman olganda laxtakni V shakliga o'xshatsak bo'ladi. Manjetka simon kesishda bo'lsa, manjetka tonometrning manjetkasida kesiladi. Retraktor bilan har doim yumshoq to'qima yuqoriga olib qo'yish kerak, chunki bu jarayonda aralanish ishlari olib boriladi. U ya'ni amputatsiyada retraktor kerak bo'ladi. Shu manjetka sohasi yuqoriga aylanoq retraktor asbob bilan yuqoriga ko'tarilib qo'yiladi, yumshoq to'qima. Undan keyin suyak aralanadi. Jiglina arrasi bilan aralab, undan keyin Farabevni asbobi bilan tekislab qo'yiladi-da, ajratib olinadi. Umuman maqsad bu yerda pastki uchdan bir sohasini qilyapmiz amputatsiya. Mana olganda barmoq demak, qo'l panjasida hayot uchun xavfli o'limga olib keladigan jarayon ketayotgani uchun amalga oshirilyapti. Undan keyin manjetka turibdi. Manjetkani cho'zib, endi manjetkasini kesmani yopib qo'yiladi tikib ketkut bilan. Shu bilan yakunlanadi pastki uchdan bir sohasi. Xo'sh, barmoqlarni ko'proq demak egzoartikulatsiyasi hamda amputatsiyasi olimlarning nomi bilan ataladi. Ya'ni Malgen usuli bo'yicha hamda Luppi usuli bo'yicha amputatsiya hamda egzoartikulatsiya qilinadi barmoqlar. Maqsad bu yerda barmoq hamda kaftni amputatsiyasi yoki egzoartikulatsiyasida kamroq defekt bilan juda ham o'z qismini kesish. Ya'ni bir bo'g'in yoki 2-3 bo'g'in qo'li bemorda demak bilak sohasi yoki yelka sohasigacha amputatsiya qilishga olib bormaslik uchun shu yerda zararli jarayonni, o'limga olib keladigan jarayonni to'xtatish uchun barmoqlarda kaftda o'tkaziladi amputatsiya hamda egzoartikulatsiya jarayonlari. Xo'p, Malpi demak Malgen qanday usul? Malgenning usuli bu birinchi barmoqni, Luppi bo'yicha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi barmoqlarni amputatsiyasi va egzoartikulatsiyasi. Xo'sh, jarayon eng avvalo egzoartikulatsiya misoli bo'yicha. Misol uchun birinchi barmoqni teri ostiyoq kletchatkasi ajratiladi. Endi bunda ellipssimon tarzda kesiladi. Ellips noto'g'ri shaklda, ellips shaklda, ya'ni kesilib olib qo'yiladi. Terisi sal qoplaydigan bo'lishi kerak tikish uchun mosla. Keyin yuqoriga tortib qo'yiladi, terisi yuqoriga tortiladi. Undan keyin bo'g'in kapsulasi hamda uni mustahkamlab turgan ligamentumlari skalpelda kesilib, arra yordamida ajratiladi. Suyak bo'g'imni ajratiladi va mana shu so'xan terisi endi ellips shaklda kesib yuqoriga ko'tarib turilgan teri osti endi o'z bo'lsa ham muskullar bor bu yerda. Qaysi bo'g'im bo'lishiga bog'liq shu sohadagi muskullar, uni nervi, terisi umuman tikib qo'yiladi keyin. Ko'p Luppi bo'yicha bo'lsa 2-chi, 3-chi, 4-chi barmoqda qanday jarayon bo'ladi? Endi buni raketka simon shaklda, ya'ni raketka simon shaklda ochiladi bunda. Kesma ochilib, xo'sh, skalpel bilan yuqoriga tortiladi. Teri osti muskul fatsiyasi va bo'g'im yuzasidan kesilib, yopib tikib qo'yiladi. Xo'sh, amputatsiyada bo'lsa, mana shu suyak sohasi xuddi shu tarzda kesiladi arra bilan va xuddi mana shu umuman olganda Malgen hamda Luppini bir-biridan farqi kesish uslubida hamda jarayonda. O'sha asboblar ishlatamiz, lekin kesish usuli hamda qilinadigan amaliyot sal farq qiladi. Xo'p, Malgenda
aynan ellipsimon shaklda kesyapmiz, noto'g'ri shaklda, raketkasimon shaklda lyupi bo'yicha hamda barmoqda kamroq zarar berish uchun. Xo'p, umuman olganda bu jarayonlarni vizual ko'rish muhim, ya'ni asbobni unda qilinadigan asboblar uchun ham alohida demak video qilaman, bunda nasib bo'lsa shu rasmli vizual tarzda alohida yana qaytadan bu mavzu bo'yicha video qilinadi inshaalloh. Hozircha shular. Rahmat.